Salom hammaga, sizlar bilan yana Abdulasi Bozorov YouTube kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan 6 ta legendary agent ochamiz. Ko'ramiz, ulardan bittasida World Cup Heroes futbolchilaridan bittasi tusharmikan yo'qmi? Uni esa video davomida bilib olasiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bizni do'stlar, mana bu yerda tayamnamidan kirib DLC inglizchalab bir narsani yozish. DLC give Messi and Ronaldo. Qizil kartli futbolchilar kelganda mana shunaqa usul qiluvdim va Abduqodir Husanov tushuvdi. O'sha yozgandan keyin ochgan agentimda, ya'ni Dynamic Stars agentimda tushuvdi. Shunga bu galgi videoda ham mana shu ish beradimi yo'qmi bilib olamiz. Sig'mayapti. Shuni qilsak bo'ladi. Mana or qo'yamiz deb bo'ldi. Ana endi bo'ldi. Endi bayroqqa kirib Argentina, Portugaliyani qo'yamiz. Yarsimini rovda qo'yamiz bo'ldi. Ana endi transfer kirib ochishni boshlaymiz. Nodan ayyorlik ishlatamiz. Esa birinchi agent Bismillahirrohmanirrohim deb agent ochishni boshlaydi. Xo'sh. Portugaliyalik 25-raqam. Ronaldo 25-raqamda o'ynamaydi. Taxminan Nuno Mendes tekinlari 83 bo'lgan. Va Nuno Mendes chap qanot qiroli. Hozirgi vaqtdagi chap qanot qiroli. Birinchi agent o'xshamadi. Endi ikkinchi agentni ochamiz. Nima bo'lyapti? Ana endi ochaveramiz. Ikkinchi agent. Ketdik. Norvegiyalik. Holim bizda bor. World Cup Heroes'larda norvegiyalik futbolchi yo'q. 8-raqam 89 passing bu 700% Odegaard. Martin Odegaard. Arsenal yarim himoyachisi. Va endi nima ham derdik? Shunisi ekan. Xo'sh, endi 3-chi agentni ochamiz. 3-chi agentda kim tushar ekan? Mana bosamiz. Portugaliyalik 2-raqam. Voy. 2-7 bo'lsa bo'lmaydimi? Cancelo. Joa. Mayli bosamiz. Va Argentinalik 10-raqam. Nahotki Messi tushyapti 87lik kartasida. Va o'shanga o'xshayapti. Dribling. Jarima zarbasidan o'z gol urish kerak. Yo'q. 86 ball kontrol bo'lmagan Messining 87 kartasida. Adashmasam 95 edi bu. Nicolas Paz Real Madridning yangi futbolchisi. Tushyapti, nima ham derdik. Nicolas Paz. Kimdir sotib olamiz. Ba'dan Hinkapini sotib olamiz. Hinkapini sotib olamiz fitnessga. Bo'ldi. Endi 4-chi agent. Portugaliyalik. Xo'sh, kim bu? Portugaliyalik. 3-raqam. Voy, Ruben Dias. Gonzalo Inacio. Ruben Dias nima qilasan bizga tushib?
Delisi 24'da 84 reytingda bo'lgan, hozir 81 ga tushib ketgan. Men derdik. Xo'sh. Ochamiz endi 6-agentimizni. Xo'sh. Yo'q, hozir Canceloni sotib olamiz. Fitnessga, texnikaga. Xo'sh, endi esa oxirgi agentimiz bu videodagi. Va italiyalik darvozabon. Nega bunday nega? Qo'lti. Ular o'ynash 77, reaksiyalar 78 bo'lgan. Kornesechim. Yo'q, Provedel. Interning yangi darvozaboni. Afsus tushmadi do'stlar. Bu so'nggi agentimiz, lekin chunki Sabit akaga ham ishonib yetib, keyingi agentni ochaman. Mayli, hammaga sog' bo'linglar.